Bir ticaretçiga yoki bir hunarvar rimnotchiga nisbatan xaridorning muhim narsa yo'q. Mayli u xaridor tog'dan yoki bog'dan kelgan bo'lsin, loyiqida izzat hurmat bilan yaxshi mulozimat qilib, mashinasini o'ngshab, undan tegishli haqqimizni olamiz. Ammo ba'zan bir xaridorning pulini olmasaqmi, topmasaqmi bo'ldi. Masalan, olvoz xaridorning puli. Olvoz xaridorning puli qanday bo'ldi desa, ilgirki bir chaqlarda namoratlik janjindan o'tib ketgan, keyin qo'lga pul tushgandan keyin bu pulning tatliqligida, bu pulga bo'lgan tuyg'u, tunishi insoniy qadr-qimmatdan g'olqib ketgan. O'zining eng razil abdibashirsini, yalang'ochlangan qiyofatini, turmushdan to'plagan shu usal kayfiyatning hammasini yig'ib ekilib, rimnotchi va yoki mulozimat kasbidagi shu kishilarga tugadigan bir ko'ylik mulozimatni qilganlarga o'zining zaharlik nashtrini tiqilib chiqib ketadigan xaridorlar. Mana bu xaridorlar olvoz xaridorlar deb ataladi. Bilib qolinglarki, hech qanday xaridorning bizga bergan puli mukofot va yoki saxovat emas. Bu faqat tan qimmatga almashtirishdan kelgan. Bizga tegishli haqqimiz bu. Biz xaridorning pulini hargiz bekor qilib olmaymiz. Ularning ma'lum masalasini hal qilamiz, ehtiyojini qamdaymiz, mashinasini yaxshi o'ngshaymiz, shu mulozimatni qilib, ondan keyin olamiz pulni. Begimning etini sug'urib pulni ol degandek, test olgan foydadan oson topgan ziyon yaxshi deb, o'zimizning izzatining dafsanasiga kelgan pul bizga lozim emas. G'araz chiqmaydigan, tilda tikan terib, qasdlik bilan g'alva ko'taradigan, tuxumni tuk undirib, yo'q yerdan jidal terib, mulozimatimizni o'sal ahvol tushirib qo'yadigan 10 ko'yliq pul 10 ko'yliq pulini 1000 ko'yliq pulning kuchi bilan xajlab, shogirdlarimizni talab olishga orin turadigan g'oldirlik kesilba olvoz xaridorning puli bizga lozim emas. Puli oz bo'lsa-mu, izzat hurmatning qadrini bildigan, odamiylik va isil bir yaxshilik qilganni bildigan shunday xaridorlar uchun qo'limiz ko'ksimizda. Rimotchi egilsa bo'ldi, mulozim egilsa bo'ldi. Ammo uning egilik bulunga 90 gradusni o'lcham qilmaydi. Balki izzat, obro'y, g'ururning chekini o'lcham qildi. Izzatini qilsa, o'qirib chiqadigan kishilar uchun 1 gradusni egilishga bo'lmaydi. Sen egilsang biz sunimiz sen uchun. Sen sunsang gar biz o'limiz sen uchun. Egilganga egilimiz peshimiz yerga tekkicha, qadayganga qadayimiz peshimiz ko'kka yetkicha. Mana bu biz rimotchilarning yurak so'zi. Mana bu biz tijoratchi kasbkorlarningki yurak so'zi. Sizlarga shunda bir olvoz xaridorlar uchrab boqqanmi? Bo'lsa inkas rayoniga bir qoldirib qo'yinglar, bir ko'rib boqaymi. Ustam 2 yil avval Sevek Dijital ishkerimga fechi farmini sapirib tong ketib keyin boshini bormi ya? 2 yil burun? Ha. Ba.